Tabiat qo'ynida hech qanday pishir-kuydirlarsiz tort tayyorlaymiz. Yana qanaqa tort deng, o'sha oxirgi trenddagi Nutella tortni qilib ko'ramiz. Birinchi bo'lib, uyda tayyorlab kelgan biskvitimiz ichini o'yib olamiz. Mevalarimizni tabiiy oqayotgan chortoq buloq suvlarida chayib olamiz. So'ngra mevalarimizni bo'laklarga bo'lib tashlaymiz. Endi esa o'yib olgan biskvitimiz ichiga mevalarimizni joylaymiz. Ana endi eng qiziq joyi Nutella shokoladimizni ustidan quyib chiqamiz. Ortidan yana ham mazali bo'lish uchun zigushonni molokoni quyamiz va kesib olgan biskvitimizni ustidan yopamiz. Yana zavqli jarayon, Nutella shokoladimizni qolganini quyib yuboramiz va tekislab ishtahani ochuvchi shakl beramiz. Ana endi bezatishda o'zingizda bor narsalardan foydalanishingiz mumkin. Men qulupnay, Oreo pechenilardan foydalandim. 5 minutga ham qolmay tayyor bo'lgan Nutella tortimizni tatib ko'rishingiz mumkin. Buni mazasini ta'riflab bera olmayman. Buni faqat qilib ko'rganlar bilishadi. Bu videoni piknikka chiqishni rejalashtirgan tanishlaringizga yuborib qo'ying. Balki birgalikda chiqarsiz.